Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan ijtimoiy tarmoq faoli Sardor Suyun. Bugun 9-may, xotira va qadrlash kuni. Bayram bu bayramda ham tatimadi. Bugun ham ishga chiqdim. Xullas bugun 3-kuni edi. Lekin men bu boshlagan challenjimni, ya'ni Falastinda bevaqt o'lgan bolalarning xotirasiga bag'ishlab piyoda yuradigan, piyoda yalang'oyoq yuradigan challenjimni bugun 3-kuni qilmasam bo'lmasdi-da. Ertadan kechgacha bayram munosabati bilan ziyoratlar, ish, bu xullas kalom va nihoyat kechqurun mana chiqib ketyapman. Mana yalang'oyoqdaman. Xo'sh. Yalang'oyoqdaman. Hozir spichkasini yoqib qo'ysak buni, ko'chani olishimiz oson bo'ladi. Tashqarini svita. Xo'sh, mana. Ha, aytgancha, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilarimiz orasida, chap oyoq bilan emas, o'ng oyoq bilan chiqiladi deyilgan ekan. Men yana qayta kitoblarni o'qib chiqdim. Haqiqatan ham o'ng oyoq bilan chiqilar ekan. Chap oyoq bilan kirilar ekan uydan chiqish va kirish sunnatlarida. Shunday ekan, o'ng oyoq bilan chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Birinchi sunnat o'ng oyoq bilan chiqish, haqiqatan ham. Ishlaymiz. Chiqqandan so'ng niyat qilinadi. Alloh rozi uchun deb Bismillahirrohmanirrohim duosi niyat qilinib, nimaki niyatda chiqayotgan bo'lsa, ya ishingiz bo'ladigan bo'lsa, ishingning baroridan kelsin deb, bo'lmasa boshqa o'qishgami, biznesgami niyatingizda barokatini tilab ko'chaga chiqasiz yaxshi niyat bilan, keyin duosi o'qiladi. Bismillahirrohmanirrohim deb Bismillah va tavakkaltu Allohu va la havla va la quvvata illa billahil azim deyiladi. Bu ham yana bir sunnat. Xo'p. Sunnatlar bajargandan so'ng ko'chaga chiqasiz. Yana bir sunnat, ko'chada yo'lda biror narsa bo'lsa, yo'ldan chetga olib qo'yish. Yana bir sunnat esa ko'chada kimdir ko'rsangiz salom berish. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qani bo'lsa biz ketdik. Yetilib chiqqanimda, mana iliqqina, issiqqina ekan yer. Xo'sh. Bugungi yo'limiz kechqurun. Xo'p. Bizda soat necha bo'lganini bilasizmi? Jinni deb o'ylaysiz. Bizda soat 9 bo'ldi. 9 da chiqib ketyapman. Chunki agar bugun qoldiradigan bo'lsam, ertaga o'zimga bo'lgan ishonch yo'qoladi. Xo'p. Keyin chiqolmay qolaman. To'xtab qolaman. Inson o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotmaslik kerak. Bir ishni boshladingizmi, oxirigacha qilishingiz kerak. Bu qat'iyat deyiladi. Agar siz shu ishni qila olmasangiz, bu qat'iyatsizlikka kiradi. Hurmatli do'stlar, hozir Assalomu alaykum. Qo'shni qandaysiz? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Sog'lik yaxshimi? Qo'shnimiz ham ko'chaga chiqib ketyapti. Labay. Mahalla raisi tayinlandimi? Ha, tayinlandi. Jonim buni lotok almashtirishni ham bir hal qilib beringlar endi buni yoqda bir yangi lotok qilib. Ovoz kerak bo'lsa, ayt. Prezident boshqa qishloqlarda betonlatyapti, suv pateri bo'lmaydi. Ayni damda mana video blog olyapman. Sizning gapingizni ham mana aytib qo'yamiz. Qara, buni lotokni yangilab bersin, bizlarga suv chiqmayapti, abajon. Mana daraxtlarni qara, qurib boryapti. Nari yoqda ham yangilab betondan Aljeraki yangidan saylangan bo'lsa, hech bo'lmasa asfalt bo'lgan bo'lsa, освещение bo'lgan bo'lsa, hamma hech bo'lmasa shu yerga bir ovoz yig'ib beraylikmi yo bir Open budjetga qo'yamizmi deydi? Open budjetmi? Mana shu maktabni oldida mana shu yergachani bir lotok qilib beraylik. Bo'ldi. Do'stlar, mana ko'chaga chiqishimizda qo'shnimiz bir murojaat bilan chiqdi. Bu murojaatni ham albatta qo'yamiz YouTube'ga. Suv kelmaganligi sababli. Ha, albatta shu narsani aytib o'tmoqchi edim. Ijtimoiy tarmoqda blogerman. Va prokuraturaga chiqqandim. Labay Rahmiddin aka. Ha? Hozir mostirayna. Xo'sh. Yaxsam o'zim ko'rinsam kerak. Orqali o'zim xonim. Mana hozir qo'shnimiz Rahmiddin aka ham murojaat bilan chiqqan. Nima demoqchisiz Rahmiddin aka? Sardorjon, mana suv sal qiyin bo'lyapti daraxtlarga chiqishi. Shu endi kechqurun nima qilibsiz o'zi? Kechqurun yalang'oyoq ko'chaga chiqdim. Shu mana yerda bir ovozga qo'yasizmi, pul yig'ishtiramiz, mana uni maktabdan shu pajani pоворотgacha lotokni yangilash tashabbusini olib chiqing.
mahalla raisimiz mana qayta saylanibdi. Bir tashabbus qilib shuni ham almashtirib sal teparoq qilamizmi shu mana tepa ariqqa ham pajarning yonida ariqqa ham suv chiqadigan qilib bir shuni tashabbusni olib chiqing, ko'raylik, yordam qiling. Alisher akam endi u yana qayta saylanibdi. Shuni bir ko'ringizlar bir. Shu yerda bir yangitdan latoq qilaylik, pul yig'ishlaylik, ovoz yig'aylikmi, shuni bir ko'ringizlar endi. Bo'ldi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, murojaatni ham yozib olamiz. Mayli akam joylashamiz. Sog'lik, omonlik. O'tgan safar aynan mana shu Obod mahalla davlat dasturida o'zim ham prokuraturaga chiqqan edim. O'zim prokuraturaga chiqqanman, prokuraturaga chaqirishdi. Muddat o'tib ketganligi uchun mana qarang, hozir haqiqatan ham bor-ku. Mana shu yerlar mana chiroyli qilib latoq qilingan. Nima uchun latoq qilinganligini bilasizmi? Chunki kamina bloger Sardosiyning ko'chasi bo'lgani uchun. Assalomu alaykum. Qo'shni yaxshimisiz, zo'rmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Yana yerda bitta xo'sh. Qo'shnimiz bor. Murtazo qilib boboning hurmati bilan deydimi? Aynan mana shu ko'chaga qo'yilgan latoq. Qolgan ko'chalarga latoq qo'yilmagan hozir. Eski latoq. Shuning uchun hozir norozi bo'lyapti. Murojaatchi mahalladoshimiz. Biz esa yo'limizni davom ettiramiz. Piyoda. Assalomu alaykum. Xo'p. Mana ko'chadan ketayotgan bo'lsangiz, ko'cha zim-ziyo. Ko'cha zim-ziyo do'stlar. Nimaga bilasizmi? Chunki Obod mahalla davlat dasturida faqat sentralni ikkita ko'chaga yo'l chiroqlari, ko'cha chiroqlari o'rnatilgan. Qolgan ko'chalar esa yetim ko'chalar hisobiga chiqarilib, qolgan ko'chalarga chiroq yetmay qolgan. Endi bilmadim. Davlat mahalla Obod mahalla davlat dasturiga tushgandan keyin nimaga to'liq qilinishi kerak emasmi? Oldingi mahalla raisimiz Abdug'oppor akaga aytsam, mahallamiz zo'r, boshqa mahallalardan ko'ra zo'r bo'ldi-ku deb o'zini e'tirozini bildirdi. Undan keyin men prokuraturaga murojaat bilan chiqdim, bosh prokuraturaga, lekin men bir o'zim bloger bo'lsam ham nima qila olaman, hurmatli kuzatuvchilar? Agar xalq qo'llab-quvvatlamasa, bloger ham hech narsa qila olmaydi. Shuni hech qachon unutmang. Meni hoji bo'lmoq. Assalomu alaykum. Aka qandaysiz? Bayramlar bilan. Yurgan yo'lingiz mo'l bo'lsin. Mehmonga. Xullas, mana hozir ko'chada ketyapmiz. Yo'limiz uchun yoritib ketaylik. Ko'chada chiroqlar yo'qligi sababli nima ham deymiz. Xo'p. Yana nima demoqchi edim? Do'stlar, bir narsa aytib o'tmoqchi edim. Bugun mana bu ko'chada ketyapmiz, Pajarli ko'chasida. Bugun ikkita e'lonni aytib o'tmoqchi edim. Bittasi Mo'jiza do'konida arzon narxda qo'y go'shti va mol go'shtlari chiqqan ekan. Borasizlar, olasizlar. Bozordan ko'ra arzonroq sveji deyishyapti. Vallohu alam. Ikkinchisi Vanora degan angorlik ukamiz Vanora degan savdo markazini ochgan, xabaringiz bo'lsa. O'sha yerda 31-maygacha aksiya ketyapti. Elektrokar qo'yilgan ekan. Xo'p, yangiliklar shular. Bilmaganlar bilib qo'ysin deyman-da. Xo'p, yana nima demoqchi edim? Tez orada xudo xolasa mana yaqinda men bir ustozimizda mobilografiyaga o'qiyapman. Mana shunaqa qorong'uda ham ajoyib video va foto tasvirlar olishni xudo xolasa yaxshilab o'rganib olaman, nasib inshaalloh. Topinchi qaysi insondan o'rganaman. Xo'p. Bilasizmi kimligini? Xullas, biz yurishda davom etamiz. Xudo xolasa balki mana shu video orqali murojaatimiz tepaga chiqib, viloyat hokimimiz Ulug'bek Qosimov yo bo'lmasa prezident e'tiborigacha chiqib, Rabotak mahallasining barcha ko'chalariga ko'cha chiroqlari o'rnatilar, endi buni Xudo biladi. Bugun hozir bir narsa aytmoqchi edim. Mobilograf, Toshkentlik mobilograf akamiz Dilshod Hamroyev ustoziga shogird tushib, mobilografni ham o'rganyapman. Mana shunaqa tunlarda ham chiroyli videolar olishni maqsad qilib, ko'chalar qop-qorong'i, biz esa ko'chada yalang'oyoq ketmoqdamiz. Xo'p. Ayni damda mana zebra bo'yiga ham yetib keldik. Tepada esa oy qanchalar chiroyli. Xo'sh.
Oyda chiroyligini ko'ryapsizmi? Biz esa yurishda davom etamiz. Issiqqina ekan haqiqatdan. Issiqqinada yurishni tavsiya qilaman piyoda. Sog'liqqa foydali ekan. Yaqinda bir tabib ham aytib qoldi, shamollashni oladi agar issiq kunda, issiq asfaltda bir necha 10 daqiqa yursangiz deyishdi. Va alaykum assalom. Xo'sh. Hop. Yana bitta bizga murojaat bo'lib tushgan ko'chadan ketyapmiz, to'g'risini aytsam. Ustoz Shuhrat domlaning ko'chasi, bilmaganlar uchun. Bizga matematika, geometriyadan dars bergan ustozimizning ko'chasi. Bu ko'cha ham asfalt qilinmay qolib ketgan. Bular bizning Rabatak mahallaga qaraydigan, qo'pol aytganda yetim ko'cha. Nimaga yetimligini bilasizmi? Chunki bu ko'cha asfalt qilinmagan ko'chalardan biri. Bu ko'cha ham asfalt qilinsa, nur ustiga nur bo'lar edi. Nur ustiga nur bo'lar edi. Mana qum to'kilgan, shag'al to'kilgan, lekin asfalt qilinmagan. Endi buni bu ko'chani endi opiy mujitda qo'yib asfalt qildiriladimi bilmadim, lekin o'sha bu bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana shunaqa Obod mahalla davlat dasturiga qo'yilib asfalt bo'lmagan ko'chalarda bo'lmagan ko'chalarda ko'rgan odam nima deydi bilasizmi? Qanday fikrga boradi, qanday gumonga boradi? Bu ko'chalar deydi asfalt bo'lishi kerak dedi, lekin bu ko'chani asfalt qilinadigan pul qaysidir amaldorning kissasiga ketgan yo jig'ildoniga urilgan degan gumon boradi. Shunday ekan biz yurishda davom etamiz. Xo'sh. To'g'risini aytsam, kimga bor ekan aytmayman. Aytsam ertaga bor ekan odam bizga piyoda keling deb xafa bo'lishi mumkin. Ko'chada yalang'och yurish juda xavfli ekan do'stlar, chunki mayda toshlar ko'p ekan. Shuning uchun bu ko'chada yalang'och yurishni tavsiya qilmayman. Sababi mendan keyin kimdir motivatsiya olib bu ko'chadan piyoda yalang'och yuradigan bo'lsa, oyog'ini tilib olishi mumkin. Men esa ehtiyot qilib yuryapman. Chunki bugun 1 soat yurishim kerak edi, lekin 1 soat yura olmadim. Lekin baribir yurishim kerak. Bo'lmasa qat'iyatimga bo'lgan ishonchim yo'qoladi. Dunyoda eng kerakli narsa nima bilasizmi? Qat'iyat. Qat'iyat. Biznesda ham, tadbirkorlikda ham, o'qishda ham hammasida qat'iyat bo'lmasa insonda, to'g'ri, albatta birinchi navbatda niyat qilinishi kerak biron bir ishni boshlanayotganda, chunki niyat qilish bu islom dinida ham sunnat hisoblanadi, yaxshi niyat bilan boshlanadi. Lekin agar qat'iyatsizlik bilan yondoshsangiz, qat'iyat bo'lmasa sizdan ishingiz yarim yo'lda qolib ketadi. Yana bir bor aytib o'tmoqchiman, siz ayni damda YouTube'dagi Sardor Suyun TV kanalini tomosha qilyapsiz. Kamina Sardor Suyun. Hop. Shu videoni sizlarga taqdim qilyapmiz. Bugun 9-may sanasi, bizning 100 kunlik yalang'oyoq ko'chada yurish challengeimizning 3-kuni. Ushbu challenge'ni birinchi sababini birinchi videomizda, ikkinchi sababini ikkinchi videomizda aytgan edik va uchinchi sababini ham ikkinchi videoda aytgan edik. Qayta takrorlab o'taman. Falastinda bosqinchi Isroil davlatidan aziyat chekib o'lgan begunoh bolalarning xotirasiga bag'ishlayman bugungi challenge'ni, 100 kunlik challenge'ni do'stlar, yana bir aytib o'tmoqchiman. Chunki men qo'limdan hech narsa kelmaydi, bir bloger bo'lsam ham avvalo Alloh taolo biz duodamiz, lekin bosqinchi Isroil terroristlar deb hammasida bir nima qilib mazlum bo'lgan birodarlarimizga, musulmon Falastin xalqini qiynoyapti. Alloh o'zi jazosini bersin deymiz. Alloh o'zi hidayat qilmasa qiyin. Endi nima ham deymiz? Labbay. Men boryapman, orqa qaytaveraymi bo'lmasa? Orqa qaytamizmi? Men nimaga chiqdim bo'lmasa ko'chaga?
Ha, mayli. Ketdik. Nima o'zi demak, ammaga bormaganmisan? Ketdik Ya, onajon. yo'laga yuribsizmi? Yana qo'yib ana. Yo'q. Oyog'ingizda bir nima ichganimiz yo'qmi bolam? Yo'q, ichganim yo'q onajon. Tentakmi bir bolaga bo'lgansiz? Ha, meni ko'rayotgan kuzatuvchilar ham hozir meni tentak yoki ahmoq yoki devona deyishi mumkin. Onam ham o'zi, chunki onamga bildirmoqchi emasdim, onam bilib qoldi. Yalang oyoq. Onam ham hayratda. Olib keling onajon, qo'lingizda yukib bering. Nima bermayman, sizdan qo'rqayapman. Nimaga mendan qo'rqasiz onajon? Men hozir videoga olyapman, video uchun challenge, 100 kunlik challenge nima qilganman onajonim men. Bunday bo'lmaydi, piyer bo'lsa ham bilaman, piyer lekin bunchalik tentaklik. Oyoqqa kirib ketsanmi, bular bir nima. Oyoqqa kirmaydi, chunki ko'chaga bismillah deb chiqqanman onajon. Bolam, Men nimaga chaqirdilaringiz bo'lmasa onajon? kutib o'tiring, telefon olib ketdik endi. Men bo'lmasa ammamga ketaman. Ketmagan kunim bor-ku, har kun uydaman-ku. Sizni o'yladim-da. Meni o'ylagan endi haqi nima gapirasiz? Bolam jo'rtak asabi, yasmayman. Jo'rtak asabi nima ekan? Boshimdagilar nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylarsiz? Odamlarning gapiga tupurib qo'yganman. Ichgan ekan deydi boshqa narsa. Odamlarning gapiga tupurib qo'yganman. Men odamlarning gapini yashamayman. Tog'asida ichgan deydi. Mayli desa deyaversin. Shu dog'ani olib keling, qo'lingizda yukib bering. O'zim ko'taraman, meni o'ylama. Nima yuk bor, kuylayam bor. Kuylayam, kiraman deb yaxshi bor. Tentagam qilmab. Tikmabdimi? Tentagam qilmab. Ha? Turib qol. Kirmaydi. Olapa. Xullas bana qo'yibmiz. Ortimizga qaytdik. Do'stlar, uyga kirayotganda chap oyoq bilan kirilar ekan. Uyga kirayotganda chap oyoq bilan kiriladi. Chap oyoq bilan kiriladi. Bismillahirrohmanirrohim deb kiriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Chap oyoq bilan kiriladi. Bu sunnat bu ham bor. Xo'p, soqolim keyinroq olaman oyijon. Do'stlar, videomizni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosing, kommentariyada izohlaringizni bildiring. Sizlar bilan ijtimoiy tarmoq faoli Sardor Zuyum bo'ldi. Ha, uyga kirgandan keyin aytiladigan duolar ham bor. Ixlos surasi o'qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad deyiladi va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat aytiladi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ali Muhammad deya aytasiz va sog' salomat qaytganingiz uchun Allohga hamd sanolar va shukronalar aytasiz. Bu ham bir sunnatdir. Xullas, videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosing, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan ijtimoiy tarmoq faoli Sardor Zuyum bo'ldi.